Assalomu alaykum barcha YouTube obunachilari, barcha internet a'zolari. Mana sizlarga ugolovlarimizni ko'rsatamiz. Hop, 420 ga 220 kalta tarafi, 6 ta pufigi bor. Stolimizni razmeri 290 ga, uzunligi eni 85, stollarda qalinligi 1 aynada bo'lgan. Bemalol xudo xolasa mana o'tirib, odamning oyog'i tegmaydi, xalaqit qilmaydi inshaalloh. Kalyonni ayni ustiga chiqib yurib ham berganmiz buni. Mashinamizni O'zbekiston bo'yicha dastavkasi ichida $800 ga qilib beramiz, xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin. Garantiyalari keladigan bo'lsak, 5 yil garantiyasi bor. Ichlari 100% sasna yog'ochda bo'lgan, xudo xolasa. Inshaalloh hijolat qilib qo'ymaydigan ish. Telefon nomerlarini qoldiramiz, murojaat qilinglar. 6 ta pufigi bor, 16 ta odam sig'adi unga, xudo xolasa. Mana o'zingizlar bemalol ko'rishinglar mumkin, xudo xolasa. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Nodirbekman. Assalomu alaykum. Mana Qirg'izistonga yukimiz chiqib ketyapti. Kargo gap keldik. Kilosini tortyapmiz hozir. Kilosini anig'ini ko'rib qo'yamiz, xudo xolasa. Mashali lotka modelimiz Kalyonning stoli bilan birga tarozisiga chiqdik hozir mana, xudo xolasa. Aka necha kilo chiqdi? Shuni 1 tonna 210 ekan, mana 1 tonna 210 ko'rdingiz-a? Undan labod o'zini chiqaraveramiz keyin. Xudo xolasa. Bu Qirg'izistonga kargoga chiqib ketadigan mashinalarimiz mana, xudo xolasa. Stol-stullarni ham shaqil yuklashgan. Mana har narsa chiqyapti, xudo xolasa. Qirg'izistonga inshaalloh. Sizlar uchun maxsus video, xudo xolasa chiroyli qilib upakovka qilib jo'natib beramiz inshaalloh. Mana kargo qabul qiladigan joylarimiz. Xudo xolasa. Orqa bilan kelavering. Oldi bilan kelaversin. Oldi bilan kelaversin. Oldi bilan kelaverak. Barchasi Qirg'izistonga chiqib ketyapti. Xudo xolasa. Stol-stullar ham bor bu yerda. Hammasi kilo yuriladi. Mehkilar ham bor. Har narsa bor, xudo xolasa. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shunaqa kargo xizmatlarimiz bor, xudo xolasa. Kelishilgan holatda chiqarib beramiz. Mana mashlar ham ketadi Qirg'izistonga, egalariga, xudo xolasa. Mana bizning mashina yuk tushirib oldik. Tarozini ko'ring. Hisoblab beradi. Hozir 1 tonna 210 midi? Ha. 1 tonnadan yine ham uchun. Bitta ko'ringchi aka. Birga yozam tushma. Ha, bu. Necha qimmatli past ekan o'zi. Mana 307, 308 deychi. Ha, bu 80 ekan-da. Xo'p, 500, 880 kilo. 880 kilo ekan. Chiqarib olamiz.